To'xtang. Nexia 1, Nexia 2, Tikoni ham olasiz. Tikoni ham olamiz. Hammasi keladi. Yurib kelsa bo'ldi. Yurib kelsa bo'ldi. Ha, o'rtoqlar, evakuatorda olib kelsanglar ham olib qo'yaveramiz. Bu trading bu. Gap yo'q, aka. Anvar aka, hamma avtokreditlar yopilayotgan paytda siz nima ikkinchi to'shgan harakatini qilasizmi? Bilasiz-ku, biz xalq uchun esingizda bo'lsa o'rtoqlar, yurib kelsa bo'ldi degan mashinani avtokreditni yana qaytadan ochdik. Ya'ni trading xizmatini ochamiz. Endi ko'rib turganingizdek, Matizmi, Nexia 1mi, Tikomi farqi yo'q. Hamma mashinani olishni boshladik. 5 kundan keyin startni boshlaymiz. Manzil o'rtoqlar. O'zimizning Qumarov Anvar Avto Tradingdan 50 metr pastda ko'rib turganingizdek, mana shu joyga kelasizlar, 5 kundan keyin avtokredit ochamiz o'rtoqlar, o'zingizlarning nomingizga chiqadi. Endi o'rtoqlar bostirib kelaverasizlar. Xohlasanglar u tochkaga, xohlasanglar bu tochkaga. Ko'rib turgan joyingizlar 5 kunda 100 ta mashinaga to'ladi, olib chiqib ketaverasiz. Xullas, Anvar Avtoning yangi tochkasida sizlarni kutamiz. Manzil Qumariq Sergelida joylashgan. Xullas o'rtoqlar, kelsanglar, eski paytlar yana boshlandi. Videoda ko'rib turgan o'rtoqlar, siz ko'rib turuvdingiz, mana oldimga keluvdingiz. Aka, 15 kundan keyin ochiladi. Mana shu Nexia 115 kundan keyin xalqqa beraman degan va'damni ustidan chiqdim o'rtoqlar. To'g'ri kelaverasizlar, ishni ham bitirib beramiz. Omon bo'linglar. Salomat bo'ling.